Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, bugun sizlar bilan Madnesda qanday qilib tovar sotib olish va uni pulini to'lab berishni ko'ramiz. Xo'p, tovar sotib olish uchun birinchi o'rinda biz покупкаga kirishimiz kerak. Undan keyin поступление, акт накладной. Xo'p, bu yerdan добавить поступление va tovar, uslug komissiyani tanlaymiz. Xo'p, endi bizga kerak bo'ladigan hujjat, mana buni to'ldirishga kerak bo'lgan hujjat shu faktura bo'ladi. Bu fakturani ochamiz. Va mana bu biz fakturamiz bo'ladi. 10-chi sanada shartnoma qilingan ekan va 20 sanada faktura kelgan bizga. Hop, yetkazib beruvchi Winnerwater, sotib oluvchi Talyadan Tashop. Hop, Talyadan bizmiz deya qo'yaylik. Winnerwaterdan tovar sotib olganmiz. Endi nima sotib olganmiz? Mana bu yerda napitok, hop, Pepsi 0,5 sotib olganmiz va Pepsi 1 litrlik sotib olganmiz. Miqdori 180 ta, 150 ta summalari bor. Jami summasi 1,85 ming ekan. Hop, mana shu ishni adresiga kirgizamiz. Boshladik. Hop. Bu yerga nomer, hop, sanaga faktura sanasini yozish kerak. Bizni fakturamiz sanasi 20.01.23. Bu esdan chiqarmay shartnoma sanasi bo'ladi. Shartnoma har doim oldinroq qilingan bo'ladi. 20.01.23. Hop, skladimiz osonda sklad. Kontragent. Kontragent. Hop, показательство qilamiz. Winnerwater korxonasi ekan. Hop, biz uchun поставщик bo'ladi. Создать. Hop, namayniga Winnerwater yozamiz. Va записать закрытый bo'lsamiz keyin. Mana bo'ldi. Hop, договорimiz. Показать договор. Hop, 120 sonli shartnoma deyapti. 10.01.23 ta qiling. Создать. Nomer договор 120. 10.01.23 ta qilingan. Записать закрытый bo'lsamiz. Mana bo'ldi, dogovor yaratildi. Keyingi qiladigan ishimiz o'sha sotib olinadigan tovarlarni kiritish bo'ladi. Hop, bu yerdan tovarga добавить bosamiz. Va mana nomenklatura ochildi. Ichiga kiramiz. Показательство qilib. Hop, bu yerdan o'zimizga kerak bo'lgan papkani tanlaymiz. Nima sotib olgan bo'lsak, xuddi o'sha papka tanlanishi kerak. Misol tovar bo'lishi mumkin. Hop, yoqilg'i bo'lishi mumkin, material bo'lishi mumkin. Biz uchun mana bu pepsilar tovar bo'ladi. Shu tovar papkasiga kiramiz. Keyin создать. Hop, namayniga o'sha tovar nomini yozishim kerak bo'ladi. Pepsi 0,5 litr. Hop, agar единица shtukda o'lchanmasa, buni ham o'zgartiraman. Bo'lmasa joyida qolaveradi. Записать закрыть. Hop, shuni tanlaymiz. Количество nechta dona? 180 dona ekan. Cena 4,5 ming so'mdir. NDS biz uchun hozircha bez NDS. Va shotga 29 so'm chiqarib berdi. Endi keyingisi. Yana tovar kiraman. Endi Pepsi 1 litrlikni sotib olamiz. Pepsi. Hop, количествоsi 150 dona ekan. Narxi 6,5 ming so'mdan. NDS bez NDS bunda. Shotda 29 so'm chiqyapti. Hop, jami summasini tekshirib olamiz. 1,785 ming so'm. Bu yerda ham 1,785 ming so'm. Va bo'ldi. Hop, ishimiz tugadi. Faqat mana bu yerda o'sha faktura raqami 861 va sanasini qo'yib mana bosib olsak, mana faktura o'z paydo bo'ladi. Keyin провести и закрытый bosib olamiz. Bo'ldi mana. Hop, endi отчетga qaraydigan bo'lsak, оборотный saldovidnost 29 o'nimda mana tovar paydo bo'lgan bo'ladi. 1,85 ming so'mlik va 60 o'nimda majburiyat paydo bo'lgan bo'ladi. Endi bularni men to'lashim kerak. Men majburiyatimni to'lashim kerak. Qanday qilib to'layman? Hop, bank e-kassa bo'limini tanlayman. Bankovskiy выписка va списание bo'lim kerak bo'ladi menga. Endi выпискаga qaraymiz. Pul chiqarish uchun asos bo'lgan hujjat выписка bo'ladi.
Hop, vipuskamizda 21-sanada pul chiqarilgan ekan. Mana 125-sonli shartnomaga asosan salg'ichlar uchun to'lov va kollar uchun to'lov. Hop, bu yerda 1.790 ming so'm pul to'langan. Vinnervatar MCJga 21-sanada biz ham shu pulni to'layveramiz. Hop, oplata поставщик turadi. Video билети 21.01.23. Получатель Vinnervatar korxonasi bo'ladi. Faqat bu Vinnervatarni shotini kiritmaganimiz uchun Vinnervatarni ichiga kiraman FNF2 orqali va bank infosiga 01033 qo'yamiz. Nomer shotiga 20208 dan boshlangan hisob raqamini qo'yamiz. Hop, nimaga fakturadagi hisob raqamini qo'ymadim? Mana bu hisob raqamini qo'ymadik. Bu hisob raqamdan boshqa hisob raqam ham bo'lishi mumkin va o'sha boshqa hisob raqamga biz pul to'lashimiz mumkin. Shuning uchun bu hisob raqamini qo'ymadik. Hop, endi записать закрытие bosib o'raman. Shuni tanlaymiz endi. Mana bo'ldi. Summaga qancha to'lamoqchiman? Qancha to'layapman? Hop, vipsga qarayman. 1.790 ming so'm pul tushib ketgan ekan menda. 1.790 ming so'm yozamiz. Hop, mana dogovorimiz chiqib kelyapti. Agar dogovor 2-3 ta bo'lganda bu yerda chiqmasdi va shu dogovorni tanlashim to'g'ri kelib qolardi. Stavka NDS biz NDS qo'yamiz. Привести и закрытие bosib o'ramiz. Mana bo'ldi. Hop, отчетga qaraydigan bo'lsak, bizda 60 o'rimdagi majburiyatim 1.85 ming so'm edi. Majburiyatim yopildi va 43 o'rim degan shotimda 5 ming so'm paydo bo'lib qoldi. Nimaga? Chunki ko'p to'laverdim men. Qarzimdan ko'ra ko'proq pul to'laverganim uchun qarzimni yopdim va qolgan pulni avansga o'tkazib qo'ydim. Hop, mana shu tovar pullari to'lab berish bo'ladi. Endi hali tovar sota olmasdan turib pul to'laverganimda to'liq 1.790 ming hammasini avansga o'tkazib qo'yardi. To'lov qilib.